Assalomu alaykum barchaga. Asta-sekin ishga qaytishga harakatdaman va bugun jonli tadbirimiz bor. Yechim bor onlayn kursini bitiruvchilari bilan bugun jonli uchrashamiz va kursdan taassurotlari, hozirgi holatlari, o'zgarishlari, natijalari haqida gaplashamiz. Bundan tashqari ularda menga savol berish imkoniyati ham bor. O'ylaymanki, bugungi tadbirimiz juda ham ajoyib va ko'tarinki kayfiyatda o'tadi. Sizlarni ham har doim mana shunday tadbirlarimizga taklif qilib qolaman. So say what you wanna know.